İlimning ofatlari nachar olimlar va oxiratni ko'zlaydigan olimlar. Nachar olimlar dunyoda farovon turmush kechirish va kishilarning nazarida yuksak o'ringa erishish uchun ilm olgan olimlardir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki Alloh rizoligi uchun o'rganishga tegishli ilmni dunyolik manfaat uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning puruqini puriyolmaydi degan. Yana bir hadisda kimki ilmi bilan olimlarga kibrlanish yoki nodonlar bilan munozirlashish va yoki kishilarni o'ziga qaratish uchun ilm talab qilsa, undaq kishi do'zaxiydir degan. Bu haqda hadislar ko'pdir. Salaflardan biri sakratlik chog'da qattiq nadomat chekadigan kishi umrini g'aflat va salqarash bilan o'tkazgan olimdir degan. Bilginki, olimga yaxshilikqa buyurib, yomonliklardan tutish vazifasi yuklangan. Olim zoid bo'lib, hammani tashlasin demaymiz. Faqat kuchining yetishicha dunyoga berilmasin. Nimali degan bilan hamma odamning riyozatga chiday olishi natoyin. Kishilar o'xshamaydi. Rivoyat qilurlarki, Sufyan Savri, Alloh uningga rahmat qilsin, tomoqni obdan yeydi va uloq qalab yaxshi berilmas ishlamaydi deydi. İmam Ahmad, Alloh uningga rahmat qilsin, turli qiyinchiliklar ichida turmush qiyinchiligiga bekarek sabr qiladi. Demak, insonlarning tabiati xilma-xildir. Ahiret yurtini ko'zlaydigan olimlarning sifatlaridan biri, ular dunyoning arzimas, oxiratning bebaho ekanligini biladi. Bu ikkisi darvaqa ikki kundashga o'xshaydi. Ular oxiratni afzal biladi, ularning ish-harakatlari, gap-so'zlariga zid kelmaydi. Ular oxiratda manfaatli ilmga moyildir. Şoňa manfaati ziyoda bo'lgan ilmni tanlab, manfaati az ilmdan yiroq turadi. Shaqiq al-Balxi Hatim al-As'amdan Alloh ularga rahmat qilsin so'radi. Uzun yillardan beri biz bilan birgisan. Nimalarni o'rganding? Hatim javoban mundaq dedi. 8 turlik ilm o'rgandim. Birinchi, maxluqotga qaradim. Har kimning yaxshi ko'rgan narsasi bor ekan. Kishi qabriga yetganda yaxshi ko'rgan narsa uningdan ayrildi ekan. Şoň men qabramda men bilan birga bo'lish uchun yaxshi amalni o'zimga yor qildim. Ikkinchi, men Alloh taolaning Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafs xohishiga berilishdan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannatdir degan so'ziga qardim va nafsimni xohishimga berilishdan to'sishga kuchadim. Shunda nafsim Alloh taolaga itoat qilishda mustahkam turdi. Üçüncü, gördümki har kimning qishida o'zi saqlaydigan qimmatli narsasi bor ekan. Men Alloh taolaning: "Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Sabr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amalidan yaxshiroq savab beramiz" degan so'ziga qardim va qachonki qo'limga qimmatli narsa tushib qolsa, uni Alloh taolaning huzurida menga yaxshilik olib kelsin uchun Allah yo'lida sarf qildim. 4. Ko'rdimki, kishilar mol dunyo kelib chiqish va sharafga erisman ekan. Halbuki bular arzimas narsalardir. Men Alloh taolaning haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir degan so'ziga qardim va Alloh taolaning huzurida hurmatli bo'lish uchun taqvodor bo'lishga tirishdim. 5. Qarasam, kishilar o'zaro hasad ishrash ekan. Men Alloh taolaning biz ularning hayotiy dunyodagi rizqini o'zlari orasida taqsim qildik degan so'ziga qardim va hasad qilishni tashladim. 6. Qarasam, kishilar bir-birini dushman tutishir ekan. Men Alloh taolaning shayton haqiqatan sizlarga dushmandir, uni dushman tutinglar degan so'ziga qardim va kishilarni dushman tutishni tashlab, shaytonni dushman tutdim. 7. Qarasam, kishilar rizq talab qilib o'zini xor qilishir ekan. Ondan Alloh taolaning yer yuzidagi barcha hayvonlarga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgandir degan so'ziga qardim va Alloh taolaning mening ustimdagi haqlarini ado qilish bilan mashg'ul bo'ldim. O'zim uchun bo'lgan narsani Allohga qo'ydim. 8. Men kishilarni tijoratiga, kasb koriga,
tən saqlığıga təvəkkül qılğan halətdə gördüm. Ondan Allah Taalaga təvəkkül qıldım. Ahiret yurtun közləydigan alimlar əməldarlar bilan aralashmaydı, ulardan özünü tartıdı. Huzayfa raziyallahu anhu pitnik düşüp qalğan yerlərdən saqlanыңlar degan idi. Nimini көзді tutdunuzken deyişdi. Huzayfa raziyallahu anhu Əmir Öməralaның buzuğusini, ularning huzuriga barsa xushamatan yalğanlarını tasdiqlab, ularni özdə yo'q sifatlar bilan ta'riflab qo'ydiganlar ba, dedi. Said ibn Musayyib, Allah uningga rahmat qilsin, Əmir Ömərala bilan yaqin bir olimni ko'rsanglar, uningdan ehtiyot qilinglar, undaq olim o'g'ridir degan. Ba'zi salaflar, əmirlər sening diningdan afzalroq narsaga erishmaguncha, sen ularning dunyosidan bir narsaga erisholmaysan degan. Ahiret yurtini ko'zlaydigan olimlar fatvo berishga aldirmaydi va to'g'riligiga jazm qilmaguncha fatvo bermaydi. Salaf solihlar bir maslik fatvo berishni bir-biriga ittirishyapti. Hatto u masala haqida fatvo berish cho'rgilab birinchi kishiga qaytatdi. Abdurrahman ibn Abi Layla, Allah uningga rahmat qilsin, aytdir. Men Masjid-i Nabaviyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan 120 kishini ko'rganman. Ularning qaysi biridan hadis yoki fatvo to'g'riliq so'ralsa, u cho'qim qirinishning javob berishni xohlaydi. Mana endi o'zini ilmik sanog'uchi bir turkum kishilar bir masala o'ttirg'i tashlangan hamon javoblash uchun darhol sakrab tushadigan bo'lib ketdi. Agar bu masalalar Umar ibn Xattob raziyallohu anhu sunilsa edi, cho'qim Badr urushi qatnashgan sahobalarni yig'ib maslahatini olgan bo'ladi. Oxirat yurtini ko'zlaydigan olimlar ko'pincha amallarni nimalar buzadi, nimalar qalblarni buzadi va nimalar vasvas qo'zg'aydi degan haqda izlanishidi. Chunki amallar ko'rinishda bir-biriga yaqin va qulaydek bo'lgani bilan sap amal basi qiyindir. Dinning asosi yomonlikdan saqlanishdir. Shu saqlanadigan narsaning nimaligini bilmaguncha uningdan saqlanqil bo'lmaydi. Oxirat yurtini ko'zlaydigan olimlar shar'iy amallarning sirlari to'g'riliq izdinish va ulardagi hikmatlarni mulohiza qilish, agar amallarning belgilanish sirlarini bilishdan ojiz kelsa, shariatga taslim bo'lish bilan kifoyalandi. Oxirat yurtini ko'zlaydigan olimlar sahabelarga va tabiinlarning yaxshilariga ergishidi va shundaqla har qanday bid'atdan saqlanadi. Muxtasar Minhajul Qasidin, İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qıtım basilishi İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.